Assalomu alaykum hammalarga. Mana men hozir ish joyimga keldim. Qayerda ishlashimni sizlarga ko'rsataman. Mana men gullar parnikida ishlayman. Mana gullar ochilib yotibdi. Gul kesamiz, upakovka qilamiz, tayyorlab sotishga chiqaramiz. Mana hamma yer gul. Chiroyli gullar bor. Ko'rdinglarmi? Juda chiroyli, har xil gullarimiz bor. Go'zal gullarimiz bor. Juda katta parnikimiz. Bu yog'ini kesib oldik. Va bu tarafini kesamiz. Har xil gullarimiz bor. Qizlarimiz kesishyapti mana. Xudo xolasa, bugun ham ko'pgina chiqadi degan umiddaman gullarimizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uchrashguncha like bosishlar esdan chiqmasin.